Barakasi bo'ldi akalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga qancha ketdi? 36 millionga bo'ldi. 36 millionga barakasi bo'ldi. Kecha narxini atmadi sotdi. Bolasi bu qacha? Arganchilarchi? Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani Bekobod chorva bozoridan ona bola bo'g'oz sigirlarimizni iloji bo'lsa yosh xunachilardan ham ko'rsatib ketaman. Videolar ko'rishdan oldin albatta qo'llab-quvvatlabdan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying. Boshladik egalar. Bolasi xunajon. Birinchi qorinmi? Birinchi qorin shved. Bo'ybaslari ham ancha novcha. Chiroyli sigir ekanda. Nechta sut beryapti? 6 ta. Hop, 10 litr sutga. Narxi necha ekan? 40 aytilish bahosi. Savdo ko'rdimi? 31 million 500 savdosi bo'libdi. Ishqiboziga nomer qoldirasizmi? Ha, farqi yo'q. Ayting. 94 94lik 77 75. 77 75. Mol sigir rasa ko'p mana shu bozorda. Biz chertib ko'rsataveramiz akalar. Yaxshi-yaxshilarni qidirib, mana Qirg'izistonda shvedlardan. Bolasi Estonga o'xshaydi, limuzin, men mana shunaqa qizildi. Hop. Necha yilsin tug'ibdi? Hop, yonidagi 3-bolasi. Bu ham 6 ta ekan. Voy. Suti nechta? 8 litr sutga bo'ybaslari bir 30 atroflarda kelib qoladi. Narxi necha pul? Narxi 30 million ozgina ekan. Aytilishi 30, savdosi? Savdosi 26. 26 hozir bo'lib turibdi, lekin bergani yo'q. Nomer qo'yasizmi? Bo'pti, bozoringizda. Ammo savdolar qizyapti akalar. Ana hashlarda. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ravering, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bolasi bu qacha Qirg'izistonning moli mana. Shved qora tondagiston deydi. Ammo mashlarni qaymog'i juda kuchli. Nechta sut beryapti? 20 litr sutga. Ostlari ham juda chiroyli ekanmi? Orada bir telefon bersin. 3-bolasi. Bahosi qancha? 35 million 600 ming qilishdi. 35 million 600 bo'lib turgan savdosi. Qorasi ham shu akalardan ekanda. Bu mana ikkita. Xo'p, mana vami? Bu ham bolasi turibdi. Bolasi bu qacha. Buni puli necha pul? 3 million to'xtab. 30 millionga to'xtab turibdi ekan. Aytilishi 33 ekan. Qaysi yana? O chekadagi. Buni puli necha pul? Mana shu gram to'g'ri. 30 aytilyapti ekan. Bola xunajon 26 savdosi bu. Birinchi tug'ishak. Bu qorani necha pul dedingiz? Qoranagi Bu bo'g'ozmi qora? yo'q, bolasi setar. Bolasi yo'qmi? Yakka, sog'mi? Hop. Narxi necha pul? Aytilishi 25. Savdosichi? 21 million. To'g'ri, mana 20. Nechta suti bor buni? 15 ta suti bor. Telefoningizni aytib qo'yingchi. 93lik 93lik 885 885 1343. 1343. Bekobod. Ha, uy Bekoboddanmi? Chortoq. Kecha o'manda bu. Ha. Bu sigir egasimi aka? Sizdan sotib oldingizmi? Endi sotamizmi? Bolasimi? Bolasi buqa. Bola bu qacha. Ha, bo'pti xab aka. Ton Eston tonda necha yilsin tug'di? Bash 3 bolasi. Yondagi 3-chisi. Nechta sutga beramiz buni? 15 ta beradi, 12 ta kelishaysiz mana. 15 ta sut sog' bo'lyapti, 12 taga sinashga beraveramiz deyapti. Molni badani ham ancha semiz ekanda. Bir 30 kelib qolar. Qiynalib bo'lsa ham shunaqa kelib qolar. Bahosi qancha? Bahosini 45 ta beramiz. Savdosi? Hali savdo bo'lmadi. 45 aytilyapti, hali savdo bo'lmadi. Mana deganga 38 ga ketdi. Yo'q, baland mo'ljalimiz. Aha, yo'q, o'zi 38 ham yaxshi pul. Bu o'zi ham boshqacha bo'ldi.
Ha shu molingizga qarab aytyapman-da men. Telefonda aytib qo'ying-chi. 93'lük. 93lik 670. 670 1646. 1646 Buradan var mı? turidan bor ekan. Mana Qirg'izistonda. Mana ular. Hop, mana 1, mana 1, 2, 3 ta sigir. Shu hozir nomer qo'ygan ekanmiz. Mana puli nech pul? Buna 40 milyon Kelishtirib ayting. Sal. yaxshi yaptı. Voy, sizga yaxshi-da, oladigan odamga ham yaxshi. 8 milyon. 35 gami. Sigirlar tushib qoldi ekan. 35 o'zini ham so'rashyapti. Ha? 35 ga. Beraverasizda 35 ga. Ketiradi. Bolasi nima? Uni yotgan. Buqa bolasi. Mana. O'tirgan ekan bolasi. Mana o bolami? Shuniki? Yo'q. O 12. Ha, mana yotgan buqacha. Mana shu. 35 ga bo'lsa ketaveradi ekan. Ikkinchi tug'ishmi? Ha, yo'q, birinchisi. Birmi? Ammo tutamlari zo'r ekan. Joy-joyda ekan. Formasi yaxshi ekanda. Qancha sut berib turibdi? Hozir pallaga boladan tashqari 8 lik. 8 ta. Buni bolasi xunajon ekan-a? 12 xunajin. Mana mashinaki. 3-chi bolasi bo'lsa kerak. Suti nechta? Suti 10 ta keldi. Ammo ana shunaqa toshib qolibdi-da. Yo'q, u nimasi? Ortiqchasi. So'galmas u. Sugalmasmi? Yo'q, so'galmas. O'ziniki. Buni qanchaga berib yuborasiz? 29 ga beramiz. 29 ga ketdi. Qancha sutga? 10 litr. 10 litr. Telefonda aytdik-a? Bolasi bu qachasidan so'raganlarga baho nechi deganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Nechinchi tug'ibdi? Tamam. Nechinchi tug'di? Hop, yonidagi 3-chi ekan. Suti nechta suti? Yaxshi sigir ekan. 8 ta. 15 ta suti bor, olib keting. Sinovga beraman. Puli qancha puli? 36 aytyapsiz. Savdosi? Qancha? 31. Telefoningiz bormi? 94lik 309 sal qatroydik. 75 milyon. 75 00. Mashin savdosi bo'ldimi hozir asa? Nech pulga to'xtadi? 26 milyon 500. Assalomu alaykum. Salom. Rossiyadagilar. Rossiyada ko'rib turgan qadrdonlarim. Salom aytdim. Gap yo'q. 26 millionga bermay turibdi ekan. Bolasi xunajimmi? 26,5. Ha, yarim ham bor ekan, 26,5. Bola xunajim, xaridorlar turibdi. Bolasi katta ekan. Dehqon akamizdan Oqshvet. Oqshvet. Sigirni yaxshisi. Osti ham zo'r ekan. Bola ham pachka ekan, mana. Enasini qo'yib qo'ydingizmi? Enasini qo'yib qo'ydingizmi? Qancha biror oy bo'ldimi? 1 oy bo'libdi. Nechta sut berib turibdi hozir? 8 litr sutga Oqshvet. Karpat deb qo'yamiz. Puli qancha puli? 40. Aytilish bahosi. Buni bo'g'ozligini tekshirganingiz yo'q, lekin qaytalanmadi. Yo'q, qaytalanmadi. Savdo qancha bo'ldi? So'rab turish. Qancha? 40. 40 deb turaverasizmi endi? Qanchaga berib yuborasiz bo'pti? Ha, siz aytsangiz aloqa chiqadi-da. 33 ga berib yuborasizmi? 30 ta. 35 biz beraveramiz. Ha, 30 ta. Telefoningizni aytib qo'ying-chi. 97lik 231 00 93. Asl dehqon akamiz. Ahmetlarga mana shu reklama qiling. Gap yo'q, savdosi. Avjida bo'lgan joyidan. Mana 10 litr sutga. Bolasi xunajincha ekan. Nechachisi? 3-chi bolasi. Har kun 5 ta like bo'lsa, bizga bitta telefondan. Gap yo'q. Like mutlaqo Tekin. tekin desak bo'lmaydi-yu, endi
Video ko'rsangiz baribir pulingizni olib qo'yadi-da. Megabaytda. Like bossangiz ham olmasangiz. Qani necha bo'lyapti? 29 savdosi bo'lyapti. Bozor eng qattiq odam mashina chiqarib yuborgan aka. Endi Yaxshilab hech kim tekin Ishlaymanda bularni. 29. Mana shu yerda molni sifatlari turibdi-da. Internetda ham portlatib yuboradiganlar turibdi ekan. Aka puli necha bo'lagan? 38 ga bordi u. Zo'r sigir ekan akalar. Mana 100 tani ichida bitta deydi, shunaqasidan ekan. 38 ga ham bor. Bolasimi ekan? Bu qacha? Nechinchisi to'di? 1, 2. Ikkinchisi. Qanchaga bo'lyapti savdosi endi uni? 33, 34 savdo bo'lyapti. Sheriklari? Ha? O, mana bu yerda sherigi bor ekan. Ha, assalomu alaykum. Buni bolasimi? Gap yo'q. Qora shvet. Bolasi 10 joy ekan. Usti nechta? 8 taga beraman. 8 ta. Hali ko'kka tushmadi. Qancha berib olamiz buni? 28 ga qo'shib. 28 yarim. Mollar ancha tashlab qolibdi. Ancha tashlab qoldi. Telefoningizni aytib qo'yingchi? 97 lik. 97lik. 370 90 90. Wow, sigirlar qarang. Yorvar ishini ekan-a. Bolasi bu qacha? Unajon. 4-sini tug'ibdi. 3, 4 men mana shunaqada. Yorvar ishini ekan. Suti nechta suti? 15 ta. Narxi nech bo'l? Aytilishi 40, savdosi 34 yarim. Nechta? 3 ta. Yo'q, mana shu uchalasi edi. Mana uchalasi kellar, ha. Bo'ldi. Uchalasi bir kishidan ekan. Nomer qo'yib qo'ydik. Mana mana sigirni savdosi qattiq bo'lyapti ekan. 36 million 500. Bola bu qacha? 3-bolasimi endi shunaqa. Ossal yaxshi bo'lsa ekan. Bu puli necha bo'lagan boyaga? 36 bola. Bola qunaq. Kami bormi yo savdo bo'lyapti 36? 36 ozgina kami bor. Bunisi nech bo'l? Bunisi 38, bolasi qunajin. Nechinchisi? 3-chi. Suti nechtadan? 10 tadan ko'p. Nech bo'l bo'ldi savdosi? Bunisi 30. 33. Bunisi 30. 30 qorasiga, bunisiga 33. Xaridorlar pul beribdi, lekin bergani yo'q. Birgasizlar-a? Telefon necha? 811 270. 811 270. Boshi necha boshi? Kodi 97 lik. Mashsigirim ko'kalarimiz. Bolasi bu qacha ekan. Buni necha pulga beramiz? 30 ga ozgina ekan. Usta 10 ta. Savdosi qancha bo'ldi? 29. Boyaga bolasimi ekan, bu qachami? Bola bu qacha. Nechinchisi to'di? 3-sini tug'ibdi. Bo'ybaslari shu 1.35 atroflarida kelib qoladi. Suti nechta? 15 ta. Bahosi? 5 ta ham. Aytilishi 35. Savdosichi? 30.
Bora sheriklari. Uyda bora yana. Telefon qo'yamizmi? 90lik. 200 279 7800. Sigirlar bo'ladi. Mana bozorimizda. Yaxshi sigirlar ko'p. Endi sekin Bo'g'oz bozoriga o'taylikchi. Amaki necha pul bo'ldi? 24,5 bo'ldi. 24 million 500. Buqani barakasi. O'tmasak bo'ladimi? Bo'g'ozlardan. Bolasi kattasidan. Bola bu qacha? Nechinchi bolasi? Birinchisi. Bo'g'oz qisir. Qisir. Nechta sut beryapti? 10 litrga olsin. 10 litrga zo'r ekan-a? Qashqa. 4 ta kurak. 4 ta. Narxi necha pul? Narxi 50 million yozgan ekan bor. 50 aytilyapti. Savdosi? 43 million bo'ladi. 43 million savdosi deyapti. Xaridorlar savdolar. Bolasi kattalaridan deganlarga yana ko'rsatishda davom etadi. Mana bo'g'ozdan ko'rsataychi. Hozir mollar sal tashlagan paytda olib qo'yish kerak akalar. Nechinchisiga necha oylik bo'g'oz? 3-inchisiga 8 oylik. Puli necha pul? Aytilish bahosi 45. Savdosi-chi? 35 savdo bo'lib turibdi ekan. Bora yana sheriklari. Uyda bora yana. Bitta. Telefon qo'yamizmi? Xo'p. Bozoringiz. Qanchaga ketdi? Necha pul bo'lyapti savdosi? Savdosi 59-60 million. Sherik qayerda? Mana ikkalasi. 59-60 o'rtasida savdo turibdi ekan. Ikkita bo'g'ozimiz. Bunisi tayyor, bunisi 8 oylik yoki 7 oylik 8 oylik. 7-8 oylik o'rtasida. Ikkalasi ham 3-chi yo 4-chi o'rin. Yaxshi bo'g'oz mollar ko'p chiqdi bugun. Hozir buqon qarang. Buqon egasi kim aka? Buqon egasi. Narxini eshitmadilarmi? 32. Qarang. Yomon vaqt qo'yibdi lekin hozir mana shu shvedni savdosi bo'lyapti. Qarang. O'ta chiroyli-yu. Savayskimi? Birinchi qorin shekilli-ga. Necha oylik? Mash. Endi ostini ko'chirish to'xtatdi shu 6 oylikmi endi 5 oylikmi? Puli necha pul? Ha bo'ldi. Puli necha pul puli? 40. Savdosichi? 30. 32 ga chiqdi aka. 32. Telefoningiz bormi? 94 Aytib qo'ying. 94lik 883 883 286. 286. Buqa siznikimi? Mana buqa. Voy nima berasiz bu ratsionni eshitib qo'yaychi? Bu aka chuluq kunja va silos yeb yotgan aka bu. Qovochoq? Ha? Qovochoq Silos, kunjada chuluq. Chuluq degani shu qovochoq. Bizda qovochoq deydi. Chigit chuluq. Ha. Namanganda chuluq deydi. Farg'onada qovochoq deydi.
ichida paxtasi bor, chekiti bor, kam-kam. Quruq yegan aka. Quruq yegan. 8 oy yegan aka. 8 oydan bor. Mana. Tindirib qo'yibsiz aka boqishni. Shib. Tarazda ortib ko'rmadingizmi? Yo'q, tortmadi. Mana akani. Tortmadi aka. Endi Xudo xolasa oson tortadi. Nechta boqdingiz? Bundan urug'dan serob aka. Telefoningizni aytib qo'yingchi ishqivoziga. 93lik. 93lik 494 494 84 aha 24. 84 24. Lekin sal qonini tortsa kishi bo'ladi. Ammo bo'ynini zo'r chiqarib qo'yibdi. 34 ga 31 millionga Ha, turibdi hozir qaynab. 34 aytilyapti, 31 ga qaynab turibdi. Bo'ldi. Bu qiladi videosini qilganmiz. Aka barakami? Qaysi? Baraka bo'ldimi? Qilyapti, baho qilyapti. Necha pul bo'lyapti? 25 million 25 800. million 800. Qilyapti-da. Aha, bo'ldi. Endi sigirlarga o'taylikchi. Yaxshi. Semizlar tarafga o'tdik akalar mana. Bu hali tug'magan unajon emas, ammo zo'r semirib qo'yib. Shunaqasidan ham ko'rsatib keting deganlarga. Puli nechi pul? Aytilish bahosi 30, savdosi 25 million 500. Sigir qilsangiz ham zo'r sigir bo'ladi deganda, qarang. Shu holatiga ham 500 kilo bor-a? Yaqin kelib qoladi. Puli nechi pul aka? 30. Savdosi 25 yarim. Tortib ko'rgansizlarmi? Yo'q, bo'g'ozdan tortilmagan, to'g'ri. Qisirmi? Qisir. Buni puli nechi pul aka? 25 ekan. Hammada 25, 30. Savdosi 22 million 200. 22 million 200. Bo'ybaslari shu bir 35 atrofi. Bitta tug'gan shvedlar, mash. Nargi chekadagi tug'magan ekan unajon. Mana bitta tug'gan. Ola nechi pul ekan olaman? Ha. Puli nechi pul? O, mana shu yerda savdosi bo'lib turibdi. Nechi pulga chiqdi? 12 million so'm. 12 millionga mana. 12 million. Qo'ypaslari 1.20 ga yetib yetmagan holatda. Yussasi kichikroq, bitta tug'gan u. Shunaqa. Kichkina o'najilardan ham ko'rsatamiz hozir. Baraka bo'ldimi? Yo'q, sotgani ketibdi. Sotgani. Mart savdo qilib, mana uni berasiz deb savdo qilib. Mana shvetimizni savdosi bo'lyapti. Puli nechi pul ekan? Aytilish 25, savdosi 20 million savdosi bo'lyapti. Aman bas. Zo'r pul beribdi lekin 20. Ha? Yaxshi pul. Ha, bular sigir qisa arziydigan birinchi qoriga. Uni puli nechi pul puli? 28, 23. Hop, 23. 23. Rahmatjonaga bu. Yo'q, bo'g'oz emas. Bo'g'oz emasmi? O'zi sorti zo'rda, molda sort. Mana ham yaxshi bola. Kiyik shoxlisidan deydi. Buni qancha bo'lyapti savdosi? 20 million 500 ming qilib to'g'ri bola. 20 million 500.
Buni bo'y basi kichikroq, lekin sifati zo'r ekan. Puli nech pul aka? 22. Savdosi? 18 million 500 savdosi bilan. Shu yerda zo'rlari chiqdi. Puli nech pul aka? 23 aytilyapti. Savdosi? 18,5. 18,5. 18,5. Hammada bittadan-da. Sotib ketadi. Nomer qo'ysak, bir foydasi yo'q. Mana bu yerda savdosi bo'lyapti. 1.15 atroflarda chiqib qoladi. 1 yashar o'tgan. Aka nech pulga chiqdi? 13 bo'lyapti. 13 million 300 savdosi bo'lyapti. Jajjo bunashlardan. Gibrit kuchli turib demaydi. Puli nech pul ekan? Aytilishi 20 ton. Yaxshi. Qani? To'xtang. Bu nech pul? 20 million. 20. Savdosichi? Ele bo'lmaydi dedi. Hali savdo bo'lmadi. Buni ham savdosi bo'lgan. Buniki 19 million. 19 atrofida savdo o'tibdi ekan, bergan yo'q. Mana shuning savdosi bitib qoldi shekilli. Qancha bo'lyapti? 14,5. 14,5. 14 million 500. Masha akamizni 3 ta ekan, chiroyli g'unachalar. Puli nech puldan nech pulgacha ekan? Bu aka 16 dan tutdim aka. hammasiga 16 dan aytilish bahosi. Savdolarichi? Savdolari. 12,5, 13. Bunisi 11,5. Unisini gibrit o'gamdan yaxshi emas ekan osti. Mana shu yerda tavsiya qilsa bo'ladi lekin sigirga. Telefoningiz bormi? Necha nomer qo'yamiz? 77lik. 074 074 0565. 0565. Şu bo'ylari biri 20 ga yetib yetmay shu atrofda chiqib qoladi. Kichkinalardan go'shtchi. Ha? Puli nech pul ekan? 16 aytilyapti. Savdosichi? 12 million 700 savdosi bo'lyapti. Qani kichkinalariga. Narxi nech pul ekan, hoji aka? Aha, savdosichi? 12 aytilyapti. 11 million 200 mi 700 mi? 11 million 200 savdosi bo'lyapti. Mana shu yer. Puli nech pul ekan? Puli? Savdosichi? Savdo qancha bo'lyapti? 13,5. 15 million aytilyapti ekan. 13 million 500 savdosi bo'lyapti. Mana unda ham savdosi qizg'in bo'lyapti. Unachi tarafda savdo qizg'in. Bozor. 12,3 mi? 12,3 mi? 400. 12 million 400. Qilayotgan bo'lsa hozir shu beri yotga ketmaydi. Shuni ham savdosi qizg'in bo'lyapti ekan. Aka nech pulga chiqdi? 11. Rahmat. 11 millionga mana o'najin.
Kecha ham ko'k soat bezmikda. Yo'q. Hop, buni necha pul? Buni 81 pul ishlaydi. 8 million 100. Million pul chiqarib berar ekanmiz. Mana 1 metr sal deb bera ol. Bitta bonusda bu endi. Ha? Bonuschi? 18 ga ham bor ekan. Buni 18 ga ham bor ekan. Mana. Sifat qarang. Xo'sh, klass ekan. Savdosi qancha bo'ldi? Hozirgisi 15 million. 15 savdosi bo'layotgan ekan. 1, anasi 2. Mana bormi? Naryoqda. Necha nomer? 94. 94lik 745 necha? 35. Qocha ekan. Necha pul ekan bu qocha? Shu 90 atrofida bu qochamiz 14 million narx aytilyapti. Savdosi 12 million. 12 million. Hurmatli obunachilar, mana shu videolarga yakun yasaymiz. Manzil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Bekobod bozori haftaning har shanba kuni bo'ladi. Uzoq yaqindan keladiganlar like atsalar tashab qo'yganmiz. Nech pulga sotilibdi rossiyskiy? Aka nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi? 10 million 100. 10 million 100. Ama sigir qisardik, tamashlar. Nech pul? Mana bu ham sotilibdi. Bu qancha bo'ldi? Voy. Hayvon bozoridami? Nech pul bo'ldi? Noqtasini berasiz? Aka nech pul bo'ldi? 95. 9 million 500. Vot. Vot trendda buzoqcha. Nech pul ekan buzoqcha? 6,5. Mana yangi tug'ilgan g'unajincha 6 million 500. Savdosi qancha bo'ldi? 5 million 300. Rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.